Sharof Muqimovni boshini aylantirib tegib olmoqsiz a? Odamlar uchun isbotlab berishim shartmi? Endi baribir bir ish kerak-da hamma. Endi to'yga keladigan bo'lsak, Svideniya Qoraqalpog'istonda bo'ldi. Umuman kibri yo'q. Men kimman? Bo'lmasam birinchi marta borganimdan kelyapsizmi deb dasturxon tuzab, bayram qilib kutib oldilar-da. Hozir ham gulab kelgan bo'lardi Nodiraga. Yaxshi ko'raman. Biza qilmadik. Ha, yo endi kimlardir bular PR qildi degan narsa bo'lishi mumkin-da. Men kimman? Sharof Muqimov kim? Hozir bir gap aytaman, Nodira ko'nglingizga tegmasin. Yo'q. Sharof Muqimov o'zi ko'rinmay qoluvdi, Nodira orqali chiqib oldi. Bu ham bir qanaqadir ongsizlikdan bir dalolat o'ylayman. O'shani nima qilsak bo'ladi? Hozir men g'alati holatga qolib ketdim-da. Nodira begim tanigan bo'lsangiz kerak, tanimagan bo'lsangiz xonanda bular. Yo, tanimadim aka, tanimadim. Men tanimagan bo'lsangiz. Men Sharof Muqimov ham xonandaman. Ha, siz eslagandek bo'lyapman aka. Yo'q, xafa bo'lmadim, xafa bo'lmadim. Baribir ogohlantirib qo'ysalar yaxshi bo'lardi. Azizlar, Nodira begimni yoqtirmaydigan insonlarga gapim bor. Lekin istakan degan qo'shiqlarga boshqa qo'shiqlar teng kelmaydi.